Assalomu alaykum motoblog ishqibozlari. Mana bugungi obzorimiz 7 ot kuchli motobloglar to'g'risida bo'ladi. Ko'rib turganlaringdek, bu Alfa Grand 7 ot kuchli motoblogimiz, bu esa Atlas modeldagi 7 ot kuchli motoblogimiz. Nima uchun ikkalasi bir-biridan farq qiladi? Hozir shuni ko'rib chiqamiz. Ikkalasi ham 7 ot kuchli, lekin turish jihatdan buni gabariti kattaroq Atlasda. Sababi ikkalasi ham 7 ot kuchli 170 F motorlar bilan qo'yilgan bo'ladi. Lekin Alfa Grandga qaraganda Atlas modelini balonlari kattaroq, chunki reduktori baquvvat qilib ishlangan bo'ladi ko'rinish jihatdan. Keyin ikkinchi plyus tomoni buni statorlar bilan jihozlangan, kalitga va zavodnoyga ham yuradigan bo'ladi. Bunda ham 170 F motor. Bunisida ham xuddi shunday 170 F motori bo'ladi. Orqasida turgan aravalarga alohida e'tibor qaratasizlar. Buni yuk tortish hajmi 300-350 kilogacha bo'lgani uchun ixchamroq, razmerlari kichkinaroq aravalardan foydalanamiz. Orqasidagi Atlas yangi modeldagi reduktori kuchaytirilgan motoblogimizda esa 500-550 kilogacha bo'lgan yuklarni bemalol toshishga mo'ljallangan. Aravalarimiz alohida tormozlar bilan jihozlangan bo'ladi. Ikkalasi ham tormozli va dishlalari aynaladigan qilib ishlatilgan. Ikkala turdagi aravamizda ham asosida dishlalari aynaladigan, ya'ni bir tomonga ariqqa tushganda motoblogni ag'darib yubormaslik uchun ikki xil aynaladigan dishlalardan foydalanilgan bo'ladi. Aravalarimiz ikkalasi ham yoniga chiqarilgan, yuk hajmi ko'proq sig'ishi uchun unda ham bunda ham. Bunisini ikkalasini ham orqalari ochiladigan, pastlari baquvvat 4x4 profillardan foydalanib yasalgan bo'ladi. Qo'shlaring mumkin. Ikkalasi ham baquvvat qilib yasalgan. O'ziga moslab, bunisiga 350 kilo, bunisiga 600 kilogacha bo'lgan yuklarda yuklab motobloglardan foydalanib ishlatishlaring mumkin bo'ladi. Kimga xuddi shu turdagi motobloglar zarur bo'lsa, ekranda nomerlarni qoldiramiz, aloqaga chiqib olishlaring mumkin. Birinchi qo'l aravalar ham mana bizda o'zimizda yasaladi. Bu yoqda materiallar olib kelingan. Bu yoqda yangicha varianti aravalarimizni og'dariladigan versiyalari ruchnoy. Ya'ni yukni olib borganda aravani o'zini yukni tushirmasdan shunday to'kishni ilojisini qilib yangicha turdagi aravalarimizni ham yasayapmiz. Bu yoqda zagotovka jarayonlari ketyapti. Kimga kerak bo'lsa, aravalar va motobloglar birinchi qo'ldan olmoqchi bo'lganlar uchun ekranda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqib zakaz qilishlaring mumkin.